Toshkent Kimyo-texnologiya institutida joriy yilgi xalqaro ilmiy haftalik o'z ishini boshladi. 4-marotaba o'tkazilayotgan ushbu nufuzli anjuman atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili dasturidan o'rin olgan ustuvor vazifalarga bag'ishlandi. Hozir shu haqda. Ilm, fan va innovatsiyalar taraqqiyoti yashil iqtisodiyot sari dadil qadamdir. Xalqaro ilmiy haftalik doirasida ilgari surilayotgan tashabbuslar esa nafaqat akademik hamkorlik, balki barqaror rivojlanish sari yangi yo'l ochmoqda. Ilmiy haftalikda mahalliy va xorijiy olimlar, yosh tadqiqotchilar hamda soha mutaxassislari ishtirok etdi. Unda atrof muhitni asrash, ekologik muammolarni hal etish, barqaror rivojlanishga oid ilmiy-texnikaviy yechimlar va yashil iqtisodiyot konsepsiyalari bo'yicha dolzarb mavzular muhokama qilindi. Biz yashil universitetlar toifasiga 1000-o'ringa chiqdik. Bu yerda shisha, qog'oz, metal chiqindilarni saralash, shu bilan yashil kampus an'analar tamoyillariga e'tibor beryapmiz. Shu bilan birga suvni tejash masalalari. Bu bilan biz o'zimizning madaniyatni ham oshirish bilan birga atrof muhitni himoya qilishga, mana shu erishilgan yutuqlarimiz xalqaro miqyosda e'tirof etib borilyapti. O'tgan konferensiyalarimizda muhokama qilingan ilmiy masalalar ko'lami torroq bo'lgan bo'lsa, bu safar yirik jurnallarning redaktorlarini biz taklif qildik. Muhokama qilinayotgan asosiy masalalar bugungi dunyoda bu atrof muhitni himoya qilish. Tadbir doirasida ilmiy konferensiyalar, panel sessiyalar, mahorat darslari hamda tajriba almashish bo'yicha maxsus uchrashuvlar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, yosh olimlar uchun ilmiy maqola va loyiha taqdimotlari uchun platforma yaratilgan bo'lib, bu ularning innovatsion g'oyalarini keng auditoriyaga yetkazishiga imkon beradi. Sevinch Mingboy va Jamshid Jo'raboyev, yoshlar.